Kechga tayyor bo'lib tur, olib o'taman. Ey, Ha, shoshma bir minut. eshitdingmi? Nimani? 25-ga belgilanibdi. 25 ta. Shuni. Mana ko'rib turganlaringizda shu Instagramga shu narsa funksiyasi juda yaxshi bo'lib mana shaxs. Ey, Ha? boshini opti. Qachon? 25-da. O'chir kamerani. Men seni so'rasam, qaylardan izlayman? Osmondan yoki... Ey, Rameo, Ha, eshitdingmi? yo'q, mana. 25-da boshini opti. 25gami? Ha, yur. Ketdik. To'xtay. Ha, Yangilik eshitdingmi? yo'q. 25-da boshini opti. 23 dan ekan. Ha, yur. Qo'y uni. Ey ko'kjon. Ey senga erishish uchun men nima qilaman? Qancha pullarim ketdi, qancha men ideyalar qildim. Kimlar yemaganman, kimlar ketmadi. Qancha gap so'zlar qo'yib ketdim senga erishish uchun. Yomon yaxshi ko'rmaysan. Mana o'shalaring keldi. 25 ga deb chaqirgan ekaningiz. Keldik. Kiringlar. Nima? Nima 25 ta degan ekansiz? 25-ga belgilabdilar. Unda tayyor. Sani himoya qilish uchun bo'rimiz beramiz. Qaytish vaqti bo'ldi. Ketdik bo'lmasa. Xo'ja Nasriddin ligasi siz uchun mana ochiq deb e'lon qilinar barcha assotsiatsiyasi ko'magida ikkinchi mavsum ochiq. Assalomu alaykum qadrli Buxoro ahli, sizlarni 25, 26, 27 mart kunlari Buxoro davlat texnika universitetining faollar zalida Xo'ja Nasriddin ligasining 2-mavsumi yarim finallari kutib qolamiz. Biz o'tgan mavsum chempionlari yosh jentelmen jamoasi bu yilgi Xo'ja Nasriddin liganing yarim final o'yinlari va hamda final o'yinlariga ham biz tayyormiz. Ey, endi kelinglar, o'ynanglar, mana ko'yda qo'ydik, ey, kuchlilar yo'lsin mayli, ey. Ey, ammo kutamiz. Bo'lib ketdik.